Bugun sizlarga Amerikada kim bo'lib ishlashimni ko'rsataman. Ketdik. Amerikada men nyanichka, povor va domrabotnitsa bo'lib ishlayman. Lekin bugun noodatiy holat bo'ldi. $10 ishladim va shu $10 minus yo'qotdim. Nimaga deysizmi? Hozir aytib beraman. Men обязанностimga uylarni yig'ishtirish, ovqat pishirish va bolalarga qarash kiradi. Uyimizning egasining 4 ta bolasi bor. U bolalarga qarab, maktabga kuzatib, maktabdan kutib olishim kerak va ovqatlarini tayyorlab berishim kerak bo'ladi. Uylarni yig'ib, joylab, farzandini uxlatib, o'zim esa bir pas dam olaman degan edim va dam oldim. Keyin esa uyning egasi telefon qilib qoldi-da, bugun bozor keladi, shu bozorga ham joylab qo'ya olasanmi? Joylaganingga $10 beraman dedi. Ha, xo'p dedim-da, bozorlarni joylab qo'ydim. Keyin esa kichkina bolasini ko'chaga olib chiqdim, o'ynatuvdim. Kameradan ko'rib qopti. U bolasi zaborga chiqqanini, shuning uchun telefon qilib meni urishib berdi-da, zaborga chiqqani uchun bolaga yaxshi qaramaganing uchun $10 sendan minus qilaman deb ishlagan $10 mendan minus qilib tashadi. Keyingi videolarda esa bir oyda necha pul topaman. Shuni hammasini aytib beraman sizlarga.